Belki sordinglar, lekin mushu ailada zimajonni qanday tangshaymiz deb. Shunga bugun sizlarga eng yangi chiqqan yeshil kalimiya xogosi bilan zimajonni tangshash usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur mugnaleysiz, ham so'ginish boshlaylik. Xogoga o'zimizning yoqtirish bo'yicha nim yoqtirsak shu materialni tayyor qilib olamiz. Hamda tang-tangsh olaylik. Qozonga zanjivil, so'ng piyoz, az miqdorda shangi, tuz va muvofiq miqdorda oqmish solgandan keyin cho'ng ustamning yonidan bozorga solingan yeshil kalimiya xogosidan bir ton solamiz. Bu xogo teskosining birdan-bir aloyligi bo'lsa, kebab uchun ta'mi kuchli, purq uzoq suzildi ham nihoyat mizlik bo'lib, ko'ngil tegmaydi. Orqadan tayyor qilib olgan materiallarimizni bir-birlab solgandan keyin zimajon tangshash boshlab ketamiz. Aralıq ko'rib mishaketsiz do'stlar, qo'llash nihoyat oddiy. Faqat haqsiz yurakdan birini besib qo'ysanglar kifoya, rahmat. Gapimiz qaytib kelsak, zimajon tangshashga az miqdorda chuchoq chanib samsoq, shavsong, bir qoshiq oyliqlivaga yog'lasi, 2 qoshiq kunjut qiyami, az miqdorda ochiq suv, kunjut meyi. Mana bularni rosa aralashtirib o'tgandan keyin az miqdorda shavmeja va yumqoq sut selib, yana davomli aralashtirsaqlar bizning o'xshagan zimajon tayyor bo'ladi. Mana sog'an materiallarimiz pishib qopti. Tayyor bo'lgan materiallarimizni bayamqi zimajonga selib yeydigan bo'lsak, ta'mi gap to'g'ri kelmaydi do'stlar. Alomat yaxshi bo'ladi. Hamsa oxirida izchil qo'llab, haqsiz yuraklarni besib qo'llayotgan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat aytaman. İşlerin oңышлық болсын, келер sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.